Qishloqlar qanaqa maktab? Biz maktab уже tugatib bo'lganmiz-ku. Kompot bir bizga ishlayaptilar, biz kompotda o'qiymiz kelyapti, lekin maktabni sog'ib qoldik biz. Men umuman sog'inganim yo'q. Bir yerda bizga esinglar chiqarib qo'ydinglar уже hamma Minecraftning narsalarni. Qanaqa esimdan chiqazamiz? Axir hamma narsani bilaman, ustozdan ham ko'p bilaman. Qanaqa narsalar skrapis qilish kerak, qanaqa narsalar qilish kerak, bunaqa narsa o'xshash uchun men bilaman-ku ustozdan ko'proq. Mayli maktab sog'ingan do'stlar sanam kapot maktabga vasa qilib o'qib chiqamiz hozir. Nu sog'indim desam bo'lmaydi-yu, mayli video olib chiqamiz. Hamma sizlar do'stlar, men otim Kompot. Bugun biz maktabga keldik. Assalomu alaykum. Birinchi kabinet qayerda edi? Birinchi kabinet to'rgiras va unga bo'ldi, rahmat do'stlar. Yangi joyga xush kelibsizlar. Xullas biz maktabga keldik. Mana qaranglar, nima papkalar qo'yishga joy ekan, razivalka qo'yasizlarmi? Yo'q, kapot biz sinfga qo'yamiz, opkanada. Bo'pti, qishloqlar. Obbo do'stlar. U mamnun qaraydi, popkalar ham zo'r bo'lib ketgan hozirgi vaqtda. Bizning vaqtda bunaqa bo'lmas edi do'stlar. Anchadan beri maktabga boryapman, esimda уже qancha bo'l maktabga boryapman, lekin o'zim zerikib qolman, lekin borgim kelmayapti baribir-da. Mana do'stlar, qaniydi birinchi kabinet? Mana ekan birinchi kabinet. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Otingiz nima edi? Meni otim Kompot. Kirsangiz bo'ladi. Bo'pti. Nima ekan qishloqlar? Kompot yaxshi ustoz o'xshayapti ekan. Nu ko'ramiz darsga kelgandan keyin. Xo'p, qo'ng'iroq ham bo'ldi. Endi darsni boshlasak bo'ladi. Birinchi dars matematika. Mana siz Kompotmisiz? Ha, men Kompot edim. Menga aytingchi, siz nimadir integrat ob'yom haqida bilasizmi? Nima? Nima? Bu qanaqa so'zlar bu? Bu matematika. Bilmasangiz hozir bu temalar hammasini tushunib olasiz. Obbo, nima deyapti? Qishloqlar qanaqa matematika? Minecraft o'rganish kerak-yu. Bo'ldi, gaplashmaylar. Davaychi, mana endi daftarga yozinglar. Qishloqqa nima bo'lyapti? Nima yozish kerak? Nima qanaqa aytyapti? Qanaqa matematika? Bilmadim, Kompot Minecraft o'rganishga keldik. Sen bir bizga shoqdida-ku, qanaqa matematika endi? Obbo, qanday bo'lmasam hammasini daftaringizga yozib olinglar, aytayotgan gaplarimmi? Ha, xo'p, davay. Xudoim kelyapti. Kompot, nima qilyapsiz bu yerda? Uxlash mumkin emas-ku axir. Nimaga uxlamadim-ku axir. Uxladingiz, nimaga meni aldayapsiz? Ko'rib turdim-ku, siz hammasini yozadigan umidam qishloqlarni bo'ldi sizlarga. Ha, hammasini yozdim men. Bo'lmasam yaxshi hammasini yozgan bo'lsangiz, chunki keng dars bizda kontrolni bo'ladi. Nima kontrolni? Qanaqa kontrolni? Bo'ldi, hammasini yozgan bo'lsangiz, kontrolni ham bemalol yoza olasiz. Men darsni yana aytib qo'yay, uxlash mumkin emas. Obbo, mayli, ha, yozdim men hammasini, bo'pti, kontrolni bo'lsa. Obbo, qishloqlar nima bo'lyapti? Kompot yaxshi o'qituvchi qo'shib ketdi. Xullas, madra qilish kerak, Kompot. Ikkovlamiz kontrolni biz ham ishlab olganimiz yo'q, biz ishlab yozganimiz yo'q, biz ham uxladi yarim dars. Obbo, men o'zi ertalab 7 da turganman, albatta uxlayman deb, вообще uxlagan kelib ketyapti. Qanaqa kontrolni ikkovlamiz-ku, yomon bo'ladi-yu keyin. O'qituvchi, Kompot nima qilyapsan bu yerda? Ha, men polkam olishga chiqib keldim-da. Davay, tezroq bo'lgin. Hozir peremena уже tugaydi. Men o'qituvchi yoniga gaplashib ketyaptim. Bo'ldi, sizga turing, men polkani olishga ketyaptim. Obbo do'stlar, kuzatib turadim endi men buni. Qanaqa kontrolni yana nimadir qilish kerak. Yana uxlashga ham ruxsat bermayapti. Yana qanaqa matematika do'stlar, Minecraft o'rganish keladi-yu. Mana shu o'tirsammi, keyin razivalkada-yu, bu yoqqa kirib keladi-yu. Mana shu turgan bo'lsa kerak. Turibdi ana. Mayli, endi sinfga kiramiz. Nima qilaman boshqa? Bo'ldi, Kompot sinfga kirib o'rpobkin olgan bo'lsang, hozir 1 daqiqa men chiqib ketaman. Bo'pti, o'qituvchi. Mayli, ish yopamiz. Qishloqlar nima qilamiz endi? Kompot mana bilmadim, lekin nima qilishni o'ylab topish kerak edi. Nima o'ylab topamiz? Balkim to'xtaylik qishloqlar. Men bitta zo'r narsa o'ylab topdim-da. Ha, Kompot, nima ekan bizga hamiyat? Yo'q, faqat bitta o'zim o'ylab topdim. Sizlar ham o'ylab topinglar, chunki men sirli uy qurmoqchiman, lekin qayerda qursammikan sirli uy? Nima sirli uy? Sinfdami? Ha, sinfda bo'ladi, qayerda bo'ladi? Hamma dars tugandan keyin chiqib ketaman keyin.
Nima kapot qilish mumkin emas-ku axir? Nimaga mumkin emas? O'qituvchi bo'lmasa bo'ldi-ku axir. Bilmadim, kapot karta qo'rasan endi sirli narsani. Menda hamma instrumentlar bor-ku axir. Bo'ldi qishloq qilib. Mani etib qo'ymanglar o'qituvchiga bilmagan qattaligini deylar. Ha, mayli kapot. Ha, bo'pti qishloq qilib hozir nima ko'rasizlar deya qatta qursammikin, stol tagida qursammikin yoki doskani orqasida juda ham zo'r g'oya bo'ldi. Doskani orqasida quraman. Bo'ldi qishloq qilib mani etib qo'ymanglar, iltimos bilmagan deb qo'yinglar kompot qattaligini desam. Xo'p, kapot, xo'p. Voy, shunaqa dars qo'rasanmi? Mana doskani orqasida ko'rinmaydi-ku axir. Hozir o'qituvchi yotgan bo'lsa kerak o'sha. Ha, kapot o'qituvchi kelib qolish kerak edi. Qishloq qilib juda ham zo'r bo'ladi. Hozir akvarium orqasida qo'yinglar, kitobxonani orqasida qo'yinglar. Bo'ldi, hozir men kiyapman. Qishloq qilib o'zinglar ham sirli qo'yinglar. Xullas, men ketdim. O'qituvchiga yotgan ekan, o'sha tez kirib olaman. Davay. Yopamiz. Yopilmayapti bu, yopil. Ana bo'ldi. Ana bu yoqqa ham o'tirib oldim. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Ana bo'ldi do'stlar, o'zimni sirli uyimni qurdim. Xo'p, hamma tayyormi kontrolniga? Chumodam, nimaga bo'ldi kompot yo? Ha, kompot va iltimos qishloqqa eltib qo'ymanglar. Ha, kompot biz ko'rganingiz yo'q, chiqib ketdi hali kirgan yo'q sinfga. Ha, shunaqa deylar, bo'lmasam daftar olinglar, sizlar kontrolni yozasizlar. Yaxshi qishloq, yaxshi menga mani etib qo'yishmadi, qishloqlar juda ham yaxshi kontrolni yozishadi hozir o'tda. Aman bo'tda manza qilib o'tiraman. O'zimni yerimni to'g'lab qo'yishim kerak. Polim yumshoqqina yurishim uchun do'stlar. Yaxshi bo'ldi. Shu sirli xonani qurganimni ishi solamiz. Popkamni hozir hammasi kontrolni yozayotgandan keyin men bo'tda sirli uy quryapman. Bo'ldi, daftarlarni olib bo'ldinglarmi? Men sizlarga hozir doskada yozaman kontrolni. Bo'lmasa sizlar yozib olinglar. Dars oxirida tekshiraman. Davay shoshinglar. Doska ochilib ketmasa bo'ldi do'stlar, qo'limdan yoki ochormasa bo'ldi. Endi bo'ldi, nima qilamiz? Bu yoqqa kelavatli hozir shoshmaymiz, kalat qo'yishga birinchi pechga qo'yamiz, keyin versak, keyin bu yoqqa sandiq qo'ymoqchiman. Sandiq bo'tirmadir yetishmayapti, salkonam kattalashtirsam yaxshi bo'lardi. Xonam kattalashtiraman, koridor yetishib ketmasam bo'ldi. Mana mashincha yetsa kerak yoki ana bo'ldi, mana koridor mamni orqasida qo'rquvchilar o'tiribdi. Buni buzib yubormasam bo'ldi. Bu yoqqa men hojatxonami, vannamni qo'ymoqchiman-da. Hojatxonani qayerda men popkamni bor desanglar, so'ramasanglar ham bo'ladi endi. Bo'ldi, mana shu yoqqa qo'yaman, bu yoqqa kalavat qo'yib qo'ysam, bu yoqqa rasm qo'yib qo'yaman, bu yoqqa fakel qo'yib qo'yaman. Ana endi popkamni bu yoqqa narsalar olish boshlayman. So'ramanglar do'stlar, tualet qayerdan popkamni paydo bo'ldi-da. Bu yoqqa rakvina qo'yamiz. Botko vaqt o'tkazmoqchiman-ku, axir bu yoqqa eshik qo'yib qo'yamiz. Axir men yana zerikmaslik uchun kompyuterim bor-ku. Kompyuterim qo'ysam bo'ladi bu yerda даже. Qaniydi mani kompyuterim. Davay, oppa, mana rasmni sindirib qo'ysammikin yoki sinmasdan ham qo'ysammikin. Sinmasdan ham qo'ysa bo'larkan, ana kalavat do'stlar yumshoqqina o'tirib kompyuter o'ynab o'tiraman. Avvalo kontrolni yozib o'tiribdi. Bechora qishloq qilib yaqirsa yaxshi bo'lardi, lekin qishloq qilib, lekin o'qituvchi bo'lib qolardi. Qishloq qilib yo'q qo'yganni bo'ldi do'stlar. Davay, hamma narsalarni qo'yib qo'yaman. Endi uxlashga ham yotsa bo'ladi. Bo'ldi, bo'lmasa dars tugadi, qo'ng'iroq chaldi. Hammalar daftarlarni olib kelinglar kontrolni bilan. Do'stlar, men ketdim. Bir pas uxlab oladiganman-da. Voy, mazza qilib uxlatdim do'stlar. Bo'ldi, o'qituvchi chiqib ketganmi yoki chiqib ketmaganmi, tekshirib ko'ringmigina, chiqib ko'rishimgina. Bo'ldi, qishloq qilib men ketaman. Hamma kontrollarni tekshirib kelaman. Ketadi shekilli. Men yomon yozdi, lekin qishloq qilib kontrollarni to'g'ri san hozir kapot mazza qilyapti. Rostdan ham mazza qolmadi. To'xtanglar, o'qituvchi chiqib ketdi demak. Hozir o'yin yozib olish qo'yib qo'yaman. Bo'ldi, o'yin yozib olish qo'yib qo'ydim. O'qituvchi yo'qmi? Yes, ana bo'ldi. Qishloq qilib nima bo'ldi?
qoldim. Kapur biz ikkiga yozsak hamma kontrollaydi, bilmaymiz-ku axir. Qishloqlar, mamlan kirib ketsanglar bo'lardi-da, sirli uyga bekor ulgurmadinglar kirib ketishga. Ha, kaput, shuni bekor ulgurmading, nima qilamiz endi? Mana qornim ochib ketdi, shuning uchun bu oshxonam yo'g'otda salovga chiqib kelmoqchi edim. Ehtiyot bo'lganda kaput, o'qituvchi turibdi yerda. Ha, o'qituvchi ko'rmasa kerak. U o'zini xonasiga chiqib ketgandir, mayli. Ey, kompos, san qayerda eding? Sinfda yo'q eding. Ammo sinfdan qochish kerak edi do'stlar. Ey, bu yoqqa shloqlik etmanglar, buni yanib qo'yinglar, tamom. Ana bo'ldi. Ha, kompot qani? Kompot bu yoqqa kirib ketdi-ku. Kompotmi? Bilmayman, bizlar kompot bu yoqqa kirgani yo'q. Nimaga meni aldayapsizlar? Kompot bu yoqqa kirib ketdi-ku axir. Aldamanglar mana. Yo'q, biz bilmaymiz, kompot bu yoqqa kirgani yo'q. Yaxshi, qishloqlar meni aytib qo'ymadi do'stlar. Xullas bo'ldi. Ana mana shu yerda o'tirsam bo'ladi. Salovga ham chiqib keta olmayman. Popkamni achincha ovqatim bo'lishi kerak, darishmasam o'shani yeb o'tiraveraman. Ey bechora qishloqlar, mayli, axir bir kunga bordik-ku maktabga, o'sha dars tugagandan keyin yetib ketamiz. 2 osona bo'libdi. Bu yerda mazza qilib men uxlasam bo'ladi, kompyuter o'ynasam bo'ladi, sizlar uchun video olsam bo'ladi. Like bosish, obuna bo'lishdan chiqmasa, hamma har do'stlar keyingi jonda kuzatishga davom etinglar.